Barchaning yarasi oiladir. Real hayotda bo'lgan voqea. Adham Amin Nemutlo. 4-qism. Biroz tinchlanish uchun yuz-qo'limni yuvdim. Tunning qolgan yarmida o'y-xayollar miyamni kemirar ekan, uxlab qolibman. Uyg'oqlik bilan uyqu oralig'ida kunlarim bir xil o'tar, kun bo'yi o'g'limni kuyib-pishib qidiraman. Bir zum to'xtasam, aqlimga keladigan yomon xayollardan qochaman. Boshim qo'llarim orasida, sochlarimni torta-torta o'ylay boshladim. Ali qayerda? Qanday qilib biz uni bunday qo'pol qilib tarbiyaladik? Hammasiga biz aybdormizmi? Bu savollar bilan boshim og'irlasharkan, bog'dan bir ovoz keldi. Lili. Bog'dagi it oynaga panjalarini qo'yib, tirnoqlarini chertayotganda, ko'rmaganga olishga harakat qilsam ham to'xtamayotganda, bu itdan nafratlanaman. Uni haydash uchun bog'ga chiqdim, lekin u menga rahmi kelib akillayotgandek edi. Go'yo bir narsa aytmoqchi. Shunda ham itlardan nafratlanardim. Uni haydab yuborish uchun yoniga bordim. Tarsaki tushirgandek qilib uzoqlashtirmoqchi edim, lekin oyog'imga yopishib shimimdan tortayotganda meni qayergadir olib bormoqchidek edi. Egildim va "Nima bo'ldi, Lili? Alini topdingmi?" deb aytdim. Shunda orqasiga o'girilib tashqariga qarab yugurdi. O'zim istamay bo'lsa ham orqasidan yugurdim. Oldinroqda meni kutib turganda. To'xtamay ortidan yugurdim do'stim. Taxminan 20 daqiqa Lili oldinda, men orqada yugurdik. Har safar oldinlab ketganida meni yetib olganimni ko'rish uchun to'xtar, oramizdagi masofa kattalaysa yana to'xtab meni kutardi. Bu it juda aqlli edi. Hech payqamagandim, xuddi o'g'limni payqamaganimdek. Zotan u va uning hayotiga tegishli bo'lgan narsalarning hech biri mening diqqatimni tortmaganda. Endi hamma narsani tushunayotgandim. Lili meni bir binoga olib keldi. Xaroba joy edi. Yonida kattakon chiqindi yig'ish shoxobchasi bor edi. Inshootga kirganimizda yerda yotgan odamlarni ko'rdim. O'g'lim bularning orasidami? Har biriga tegib, yuzlariga qaray boshladim. Lili qayerga ketdi? Aynan o'sha onda uning akillash ovozi eshitildi. 2 qavat yuqoriga chiqdim, ammo ko'rgan manzaram oldida o'zimni yo'qotib qo'yishimga bir baqiya qoldi. Erkak, ayol hushsiz holda yerda yotishardi. Bu yerga politsiya keladimi? Lili Alining boshida akillayotganda, bu mening o'g'limmi? Bir necha kun davomida inson shu qadar o'zgarishi mumkinmi? O'g'lim qanday ahvolga tushib qolganda, o'sha daqiqagacha o'zimni tutib turishga harakat qildim, lekin bunday manzaraga qaysi ota chiday oladi? Yuragim parcha-parcha bo'ldi. Og'zim qurib, qaqshab, tizzamda darmon qolmaganda. Hatto o'g'lim tirikligini yoki yana qancha yashashi mumkinligini ham bilmasdim. O'sha onda go'yo dunyoda o'g'limdan boshqa hech kim yo'q edi. Ko'zlari ochiq yotgan, ammo dir-dir titrayotganda. Quchoqlashga, turg'izishga urinib ko'rdim, ammo titrashi tufayli uddalay olmadim. Xuddi tegsam yanada yomonlashayotgandek edi. Ali o'g'lim, men keldim, qani tur o'g'lim? Qaramayotganda ham ovoz yo'q, reaksiya yo'q edi. Qani o'g'lim, uyga ketamiz, uyimizga ketamiz. Tura qol, chiroyli o'g'lim meni, deyishim bilan xuddi tetiklashgandek bir zumda ko'zlarini ochdi. Men uyga bormayman. Yo'qol, ket. Endi esingga tushdimmi? deb qolgan kuchi bilan qarshi chiqdi Ali. Ko'z o'ngimda o'g'lim yo'qolib borayotganda, yiqilgim kelayotganda, ammo kuchli bo'lishga majbur edim. Men yiqilsam, Aliga kim g'amxo'rlik qiladi? Bor kuchim bilan o'g'limni yelkamga optishga urindim, lekin u qarshilik qildi. Oyog'ini tirab oldi. Hatto bo'ynimga eng kamida 10 marotaba musht tushirganda. Nima qilsa qilsin, uni o'sha joydan qutqarishim kerak edi. Bu qadar ozib ketganiga qaramasdan, tutgan xurujlari oqibatida zarbalari juda qattiq edi. Itarishlarga chidadim. Ali, men bilan ketasan, boshqa yo'ling yo'q, deb qattiq quchib oldim. Ket bu yerdan. Sen kimsan, a? Men sening dadangman, o'g'lim, dadang. Voz kechmayman. Istaganingcha musht tushir. Qalbimni sindiradigan gaplar ayt. Seni tashlab qo'ymayman. O'sha onda oramizda katta janjal boshlandi.
aslo kelishni xohlamayotganda va menga bir itdek muomala qilayotganda, ketma-ket musht tushirayotganda, to'xtatish uchun bag'rimga bosishga harakat qilayotgandim, ammo to'xtamayotganda, eng oxirida tutdim. Endi bag'rimga bosganimni bilaman, bir issiqlikni tuydim, bir achishish. Og'riq birdaniga chidab bo'lmas darajaga keldi. Boshida issiqlik bor edi, lekin janjal paytida tushunolmay qolgandim. O'sha on Alini tashlab oyog'imga qaradim. Shimim butunlay qonga belangandi. Oyog'imda alanga olayotgan bir pichoq yarasi bor edi. Orqamga qayrilib qarasam, Alining qo'lida pichoq borligini ko'rdim. O'g'lim meni pichoqlaganda. Na otamdan, na o'g'limdan mehr ko'rdim bu dunyoda. O'sha on og'riqning ta'sirida bu bema'ni tushunchalar miyamni egallab olganda, o'shanda bolaligimda dadam tashlab ketganda qoshim qonaganda, endi esa oyog'im. Dadam ham qoshim yorilganda tashlab ketganda, o'g'li tomonidan pichoqlangan otani ko'z o'ngingizga keltiring do'stim. Narkotikka mukkasidan ketgan bir o'g'ilni, ustiga ustak barchasiga sababchi o'sha ota ekanligini va o'sha ota o'g'li shu ahvolga tushayotganda hech narsani payqamaganini keltiring. Ham oyog'im, ham yuragim og'riyotganda, faqat yuragimdagi yong'in shiddatliroq edi va butun badanimni qo'lga olib olganda, oyog'imga qarayotib, Ali bilan ko'zimiz ko'zimizga tushdi. O'sha on Ali menga qanday qarayotganini bilasizmi? Dushmaniga qaragandek, yirtqich hayvonga aylanganda mening birgina o'g'lim insondek emasdi, bilinib turibdi. Xuddi butun vujudini yo'qotgan, qalbi to'xtab toshga aylanganda. Yoqamdan tushdingmi meni? Men seni xohlamayman. Bekorga meni qutqarishga urinma. Meni shu ahvolga sen tushirding. Sen dadam emassan. Sen bilan hech qayerga bormayman. Yotgan joyimda qo'limni uzatdim. Unday qilma o'g'lim. Men sening dushmaning emasman. Iltimos kel, gaplashib hamma narsani chorasini topamiz, deya yolvordim. Sen qachon menga dada bo'lding? Endi bo'lasan. Aytsang-chi. Haqoratlar yog'ilayotganda, og'zidan so'lak oqayotganda va davom etdi. Bir kun bo'lsa ham men bilan gaplashdingmi? Hozir nimani gaplashib hal qilmoqchisan, ha? Hol-ahvol so'radingmi? So'raganingda aytib berardim. Dardlarimni to'kardim. Balki bu kunlarga kelmasdik. O'g'lim, biz seni hech kimdan kam qilmadik. Nima istasang qildik, nima desang oldik. Ha, sen bularni otalik deb o'ylaysan. Daf bo'l, bormayman. Ali, ketma o'g'lim, yolvoraman, senga ketma. Meni kuzatishni bas qil. Ali, o'g'lim, yaralanganman, qara. Kuzatishda davom etsang, undan battari bo'ladi. Keyin aytmadi dema. Sen allaqachon men uchun o'lgansan. Ota emish. Nima deyapsan, Ali? Sen meni o'ldirmoqchimisan, o'g'lim? Ha, o'ldiraman. Ko'zimni ham qimirlatmayman, tushundingmi? Bu safar pichoq qalbingga sanchiladi. Chunki qalbda sevgi yo'q. Bu qalb bo'lsa ham xafa bo'lmayman. Ali, men otangman. Otang qanday qilib? O'chir. Qanday ota? Men otam o'lganiga ancha bo'ldi. Menga qarab yaqinlashdi. Eng alamli tomoni shuki, do'stim, men hatto qimirlay olmadim. O'g'limga qarshi nima ham qila olardim? Oyog'imdagi yaraga qaramay menga tarsaki tushirdi, mushtladi, qornimga tepdi va orqasiga o'girilib ketdi. Hech bir badandagi og'riq o'g'lim tushgan bu ahvolchalik yaralamagandi meni, yoki men tushgan vaziyatdek. Holbuki men uning uchun hamma narsani qilganimga ishonardim. Bir necha kun oldin bolasiga eng yaxshi hayotni ta'minladi deb o'ylagan otaning mana shunday so'zlar va xatti-harakatlarga duch kelishini tasavvur qiling, do'stim. Bu dard bitta pichoq yarasidan ham og'riqli edi. O'g'lim, yolvoraman, ketma. Yolvoraman, kechirim so'rayman. Rostdan ham hamma narsani chorasini topamiz. Bu jumlani birinchi bor tilimdan chiqardim. Ammo agar o'g'limni qaytarib kelishga imkon bo'lsa, ming bora ham aytardim. Uzr so'rayman, Ali. Qachonlardir otam meni yerda tashlab ketgandek, o'g'lim ham ketib qoldi. Zo'rg'a oyoqqa turishga urinib, uddaladim. Menga og'riqning farqi yo'q edi. Eng yomoni shuki, o'g'lim endi men tanigan odam emasdi. Lili yonimdan ketmayotganda,
Undan nafratlanardim. Nafratlanar ham edim. Yo'qol yonimdan isqirt it. O'zimni zo'rg'a binoning tashqarisiga otdim. Atrofdagi hech kim parvo qilmayotganda, chunki hammasi o'g'limdek so'ligan, xarob bo'lib ketganda. Men ham bitgandim va meni bitirgan o'g'lim edi. O'g'limning nazdida esa uni bitirgan men edim. Hayotda eng sevadigan insoningiz chorasizlikka tushgani uchun sizni ayblaydi. Bu boshdan kechirgan barcha azoblardan-da haqiqiyroq va achchiqroq dard. Shifoxonaga bora olmadim. Joydagi necha marotaba qo'ng'iroq qildim, ammo u har doimgidek telefonga qaramadi. Bir shifokor do'stim bor edi. To'g'ri unga qo'ng'iroq qildim. Vaziyatni tushuntirganimda joyimda qimirlamay kutishimni aytdi. Meni olib ketganida ortig'i bilan qon yo'qotgandim. Bag'rim yonayotgandi do'stim. Bu tuyg'u so'zlar bilan ta'riflanadigan tuyg'u emasdi. Boshdan kechirmagan bilmaydi deydilar-ku. Xuddi shunday. Shifokor do'stim Gulbeyaz turmush o'rtog'i bilan meni uyga olib borganda, uyda yaramni tozalashdi, tikib qo'ydi Gulbeyaz. Shifoxonaga bora olmasdim. Borsam voqeani so'rashardi. O'z o'g'limni qanday qilib shikoyat qilaman? U meni jonim edi. U tushib qolgan vaziyatga sababchi ekanman, uni qanday shikoyat qilaman? U menga dushmanidek muomala qilsa ham, men undan aslo voz kechmayman. Nima bo'lsa ham Alini xatarga qo'ya olmasdim. Muammolar boshingizga tushganda qabul qilish oson. Asl muammo qo'limdan kelganini qildimmi deya o'zingizdan so'rashdir. Kun ketidan kun o'tayotganda oyog'imdagi yara va tikilgan joylar qalbimdagi azob oldida hech narsa emasdi. Ko'z oldimdan o'sha g'azabli nigohlar ketmasdi. Quloqlarimda o'g'limning menga baqirgani, nafrat sochib aytgan so'zlari hanuz jaranglab turardi. Og'riqqa qaramay har kuni o'rnimdan turib o'g'limni qidirardim. Har safar umidim so'nib, ko'nglim cho'kkancha ortga qaytardim. Bormagan ko'cham, kirmagan binom, qaramagan burchagim qolmaganda, yarador oyog'imni sudrab bo'lsa-da qidirishda davom etardim. Bu gal yo'limdan Lili haqida ham surishtirishni boshladim. Ko'chalarda Ali, Lili deb baqirar, yuragimni tilga pora qilgan bu iztirobda hech bo'lmasa biror darak topishga urinardim. Endi bilardimki, nima bo'lishidan qat'iy nazar Lili Alini yolg'iz tashlab ketmasdi. O'sha kuni o'g'lim bilan kechgan voqealarni Jeydaga aytmadim. Oyog'imdagi oqsoqlanishni ham sezmaganda, o'g'li kunlab yo'qolganiga befarq bo'lgan onaga nimani tushuntirish mumkin? Ammo bir oqshom sabrim tugadi. Yuragim to'lib, ichimda to'plangan g'am-g'ussa portlab chiqdi. Jirkanch ayolsan Jeyda, qachondan beri shu qadar bepisand bo'lib qolding? Tushuntirsang-chi, insoniyligingga nima bo'ldi? U ham jim turmadi. Qo'pol va beayov javob qaytardi. Menga aytgan gaplaringizga qarang. Aslida siz insoniylikdan chiqqansiz. Ust-boshingizga qarang, qanday ahvolga tushgansiz. Yurishda oqsayapsiz. Atrofingizga ham hid taratyapsiz. Yonimga ham yaqinlashishingizni istamayapman, Sardor. Chunki har kuni ko'chama-ko'cha Alini qidiryapman, Jeyda. Nima endi? Shu qadar muhimmi? O'zi keladi. Yana nima deyman senga? Butun insoniyligingni yo'qotibsan. Siznikimi insoniylik? Aqldan ozgansiz. O'zingizni barbod qildingiz. Endi navbat mengami? Ishdan haydaldingiz, Sardor. Ariza yozdim. Ish menga muhim emas. Ariza? Ochiq ayting. Haydaldim deng. Shirkatga yetkazgan zararingizdan bosh ko'tara olmay qoldingiz. Bankrot bo'ldingiz-ku, direktor afandi. Sen jirkanchsan. Men jirkanch emasman, muvaffaqiyatliman. Onam to'g'ri aytgan, eng yaxshisi menman. Tushundingizmi? Siz esa aybdorni men deb o'ylab, bu holatga boshqalarni ayblab o'tiribsiz. Aslida jirkanch sizsiz, Sardor. Men turmushga chiqqan odam shumi? Bechora. Xavotirlanma, u sahifa yopilyapti. Sahifa? Qanday qilib? Endi men senga yoqmay qoldimmi? Tinchlikmi? Endi men senga go'zal va maftunkor ko'rinmay qolganmanmi? O'g'limiz yo'qolgan paytda turmush o'rtog'im deb aytishga uyalgan ayolning savollari, tortishuvlari qalbimni yanada siqib yubordi. Qanday ayol bunaqa muomala qilishi mumkin? G'azabim tutdi. Devorga bir necha bor musht tushirdim, ammo u bundan zavqlangandek kulib yubordi.
Ko'rinarli darajada charchagan, ezilgan holatim uni quvontirayotganda, o'g'limiz haqida zarracha ham qiziqmagan, ko'z o'ngida kechirayotgan azoblarimni ko'rmayotgani yetmaganday ustimdan masxara qilardi. Hayotimga yo'ldosh qilib tanlagan do'stim, suyukligim deb bilgan inson aslida hayotimdagi eng katta xatolik ekanini o'sha damda tushundim. U butun umr men bilan musobaqalashdi. Balki hozir birinchi marta meni yengdim deb o'ylayotgandir. Sen yutding, tabriklayman. Endi o'lkamizning eng yirik shirkatining eng muvaffaqiyatli boshqaruvchisi sensan. Hatto dunyo bo'ylab yanada katta muvaffaqiyatlar qo'lga kiritishing mumkin. Bu musobaqada hammamizni elakdan o'tkazding. O'g'ling esa eringdan oldinroq yutqazdi. Faqat sen g'alaba qozonding. Sen uchun hammasi o'yindan iborat edi. Sen hatto hayotga ham kompyuter o'yinlaridek qarayotgan vazifalar bor. Sen esa ularga amal qilasan, lekin hech biri haqiqiy emas. O'yin tugaydi, lekin sen yashashda davom etasan. Lab bo'yog'ingni surib, ko'ylagingni kiyib, atringni sepib, hayotingni davom ettirasan. Sen erkakning erkaklik g'ururini yo'q qilasan. Jeyda, sen jirkanchsan, chunki sening tuyg'ularing yo'q. Senga tanish yagona hissiyot zafar, yagona nafrat esa yo'qotish. Bu ikkisidan boshqasini bilmaysan. Yana bir narsani aytaman. Sen pulni sevganingdek muvaffaqiyatni ham sevasan. Qattiq sevasan. Bo'ldi, Sardor. Gapni olib qochmang. Men siz bilan vaqtni behuda sarflay olmayman. Ketyapman. Qaytib kelmayman. Aslo ortimdan kelib yolvormang. Meni qiziqtirmaysiz. Men sizga o'xshagan bechoralar bilan ishim yo'q. O'g'limiz yo'qolgan, o'g'limiz. Shuni bilasanmi? Shu bolaning yoqasidan tushing endi. Ortidan quvib yaxshigina sovutmang. Bemalol kessin. Oxir-oqibat uyiga qaytadi. Siz shirkatni qaytadan qutqarishga diqqat qarating. Yangidan muvaffaqiyatli erkak bo'ling. Balki o'g'lingiz siz shirkatni inqirozga solganingiz uchun sizdan uyalayotgandir. Bir bola uchun eng muammoli davr ota-onalarning janjali orasida qolishdir. Ota-onalar janjallashishadi, lekin bolalar yo'qotadi. Fillar jang qilsa, chimlar eziladi do'stim. Bir paytlar butun qalbimni ishonib topshirgan ayol parchalanib ketgan yuragimga yana bir zarba berdi. Eshikni yuzimga qattiq yopib ketdi. Go'yoki qaytib kelmaslikka qasd qilgandek. Men qadrlagan barcha insonlar, otam, o'g'lim, xotinim, biri ketidan biri eng og'ir, eng nochor paytlarimda meni tark etdi. Qolgani xiyonat, og'riq va javobsiz savollar. Eski yaralar tinmay essa, ularning og'rig'i har safar yangidek tuyuladi. U ayolga nisbatan sabrim tugagan edi. U noshukur bo'lib ketdi. Men esa zaif va chorasiz edim. Biri meni butunlay sindirdi, qalban ham, jismonan ham. Ikkinchisi esa shu holimda ham yuragimni yanchishga harakat qildi va oxir-oqibat meni yolg'iz qoldirdi. Holbuki men hayotimni ularga bag'ishlagan edim. Tunu kun ishladim. Ular baxtli bo'lishlari uchun o'zimni unutdim. Ammo rafiqam uchun men, farzandlarimiz, oilamiz hech qachon ustuvor bo'lmagan ekanmiz. Hatto farzandimni eslashni ham istamayman. Bilmayman, balki endi hayotning o'zi ham men uchun yo'qdir. Har kuni, har ko'chada, har chehrada uni izladim. Ammo na bir iz, na bir darak bo'lmadi. Nafrat bilan boqsayam, yuz o'girsa ham, u mening bolam edi. Ko'z oldimda uning tug'ilgan kuni jonlandi. O'sha kichkina qo'llar, ojiza oyoqlar, beg'ubor nigoh. Bag'rimga bosganimda yuragimda bitta his bor edi. Bu mening bolam. Unga hech kim ziyon yetkazmaydi. Hammaning qarshisida turib, uni himoya qilaman. U mening g'ururim bo'ladi. Men boshimdan o'tgan og'riqlarni u sezmasligi kerak deb o'ylaganman. U hayotda hamma narsaga ega bo'lishi kerak edi. Eng muhimi, u otali bo'ladi. Uni hech qachon tashlab ketmaydigan, har qanday holatda ham yonida bo'ladigan, yo'l ko'rsatuvchi suyanch bo'ladigan ota. Hali ham shu fikrdaman. Lekin nega uni asrab qola olmadim? Otam menga qilgan qattiqqo'llikni men unga qilmadim. Uni erkin o'stirdim, ruhan sinmasin dedim. Ishdagi stress sabab asabiy
Charchagan bo'lsam-da, bu holim bolamga o'tmasin deb undan uzoqlashdim. Men unga hech qachon baqirmadim, it demadim, qo'rqoq demadim. Uni sindirmaslikka harakat qildim. U kuchli bo'lsin, jasur bo'lsin deb borini berdim. Ammo Jaydacha, u muvaffaqiyat ishtiyoqida yonib yashagan avtoritar ona. Uning uchun ish hayotning yagona o'lchovi, oila va bola esa faqat to'siq. Holbuki bir paytlar u boshqacha edi. Og'ir kunlarimda yonimda turar, qo'limdan ushlab tabassum bilan qarar, kuch berar edi. Yuzida ham, qalbida ham nur bor edi. Ammo endilikda u ayol yo'q. Uning o'rnini yuraksiz, shijoatga to'lib, muhabbatni unutgan bir odam egallagan. Farzandimni esa ishga xalal beradi deb enaga qo'liga topshirdi. Ish, martaba, yutuqlar hammasi boladan muhimroq edi. Endi esa yillar davomida yig'ilgan og'riqlar, xiyonatlar, kechirilmagan tunlar orasida mening yuragimda faqat bitta tuyg'u qoldi. U mening bolam. Qanday holatda bo'lsa ham men uni yaxshi ko'rardim. Hali ham yaxshi ko'raman va uni hali ham himoya qilishni istayman. Eng yomon nima bo'lishi mumkin edi? Alining har doim bittadan ko'p enagasi bo'lardi. Modomiki farzandimiz enagalar qo'lida katta bo'layotgan ekan, biz ham har bir kunini samarali o'tkazsin, har bir kunida til o'rgansin deb turli tillarda so'zlashadigan enagalarni yollardik. Haftaning har kuni alohida tilni o'rgatuvchi enaga bilan o'tar edi. Inglizcha, ruscha, nemischa biladigan malakali mutaxassislar navbatma-navbat kelib turishardi. Enagalar shunchaki tanlanmasdi. Ular ruhiy holatlari, sabr-toqatlari, bolalar bilan ishlashdagi tajribalari asosida sinovlardan o'tkazilardi. Har biri o'z sohasidagi yetuk, katta maosh evaziga ishlovchi mutaxassislar edi. Biz bolamizni ana shu ishonchli qo'llarga topshirardik, xotirjam edik, xuddi Jayda kabi. O'g'limiz til o'rganardi, tajribali tarbiyachilar qo'lida kamol topardi. Shunday ekan, eng yomoni nima bo'lishi mumkin edi? Men uyga qaytganimda Ali odatda uxlayotgan yoki enagasi bilan o'ynayotgan bo'lardi. Bezovta qilmaylik deb darrov xonamga chiqib ketardim. Ammo Jayda doim menga gap solardi. Bolaning yangi erishgan yutuqlarini aytib berardi. Mendan ham nimalarga erishganimni so'rardi. Javob ololmagach, meni ayblardi. Oramizda bahslar boshlanar, janjallar avj olardi. Ovozlar balandlashib, kechalarimiz manmanlik urushiga aylanardi. Ba'zan yomon so'zlar, baqir-chaqiriq, tortishuvlar orasida tunni o'tkazardik. Ichkarida o'g'limiz borligini unutgandek yashardik. Ta'limi uchun enagalarning ming bir tekshiruvdan o'tkazsak-da, o'zimiz, ya'ni ota-onasi sifatida unga nima berayotganimizni o'ylab ham ko'rmasdik. Axir biz eng yaxshi enagani tanlaganmiz-ku. Ha, ayolim bilan janjallarimiz o'sha kezlardan boshlangan edi. Men Alining o'qishi bilan shug'ullanish kerak derdim. U esa norozilik bildirardi. Chunki u avvaldan bolali bo'lishni istamagandi. Homiladorligi tufayli shahardan tashqaridagi xizmat safaridan qolgan, orzu qilgan lavozimiga ko'tarilishi kechikkandi. Bularning barchasiga men aybdor edim. Chunki bolani men xohlagandim. Lekin baribir unga kamlik qilgandek bo'ldim. Bir erkak sifatida unga qanday yetar edim? Ishlashim kerak edi. Har qancha bolamizga vaqt ajratsam ham ona mehri bu boshqa dunyo edi. Men bo'lmasam ham ona mehrini his qilishga haqli edi o'g'lim. Shuning uchun yanada ko'proq ishladim, yanada ko'proq pul topdim. Jaydadek har doim erishganlarimni sanab so'roq qiladigan ayol bilan yashar ekanman, kuchli bo'lishim shart edi. Kuch esa pul edi. Yillar davomida bir kun ham ta'til qilmasdan ishladim. O'g'lim va ayolim shinam uylarda yashashi, yangi liboslar kiyishi uchun tinimsiz harakatlarda bo'ldim. Ularning istagini rad etmaslik, yo'qchilikni ko'rsatmaslik uchun o'zimni unutdim. Alining eng yaxshi maktablarda o'qishini istadim. Uning muvaffaqiyatlari bilan faxrlanish yagona orzum edi. Eng zo'r mashinada yursin, eng qimmat oyoq kiyimlarni kiysin deya sarmoya qildim. Kechalari ham uxlamadim. Lekin bu fidokorligim qayerga ketdi? Ne beorom tunlar, tinimsiz mehnatlar, yo'l-yo'lakay ish orasida
qilingan nonushtalar qadriga yetildimi? Bir marotaba bo'lsa ham. Yillar o'tib, o'g'lim bir yigitga aylandi va meni pichoqlaganda, oyog'imdagi yaraning og'rig'i endi muhim emasdi. Qalbimda ochilgan yangi bir yaram bor edi va bu yaram o'lgunimcha o'sha yerda qoladi. Oh, mening Aliyam, oh, qayerdasan o'g'lim? Ochmisan, to'qmisan, sovqatmayapsanmi? Nega seni davolashimga ruxsat bermayapsan? Qara, dadang senga ko'proq vaqt ajratish uchun ishidan ham kechib yubordi. Endi dadang muvaffaqiyat ortidan quvmaydi. Dadang uchun pulning ahamiyati yo'q. Dadang oyingni ham chetga surib qo'ydi. U faqat sen tushgan chuqurdan chiqarishni istaydi. U senga shifo berishni xohlaydi. Dadang shuncha yil senga bermagan mehrni berishni istaydi. Uzr so'rayman, Aliyam. Senga yetarlicha vaqt ajratmaganim uchun uzr so'rayman. Seni erkin qo'yib, mehrsiz qoldirganim uchun uzr so'rayman. Seni o'z holingga qo'yib, mehrsiz qoldirganimni payqamabman. Men senga mehr shafqat ko'rsatmagan ekanman. Sen nima qilsang, nima desang haqsan. Meni haqorat qilsang ham, mendan qochsang ham, hatto meni pichoqlasang ham haqsan. Chunki sen mening o'g'limsan, zurriyotimsan. Bir hikoya. Bir ota bor edi. U uzoq yillar davomida farzandlari bilan yetarlicha vaqt o'tkazmaganini, ular bilan chinakam munosabat qura olmaganini anglab yetdi. Har doim o'zicha bir bahona topardi. Ishlash kerak, pul topish kerak, maqsadlarga erishish kerak. Vaqt yo'q edi go'yo. Lekin bir kun kelib, yuragi qattiq qisilgan bir pallada hayotning asl boyligi farzandlari va oilasi ekanini tushunib yetdi. Bu anglash og'riqli edi, ammo kech bo'lmasin deb nimanidir o'zgartirishga bel bog'ladi. Ularga yaqinlashish, yuraklarini eshitish uchun bir yo'l topdi. 3 farzandning otasi edi u. Endi har kuni bittadan farzandi bilan otalik yurishi deb atalgan qisqa sayrlarga chiqadigan bo'ldi. Atigi yarim soatlik yurishlar, ammo bu yurishlarda mo'jiza yashiringan edi. Farzandlar sayr chog'ida o'z hayotlari, orzulari, qo'rquvlari, istaklari haqida gapirar edi. Ota esa eshitar edi. To'liq quloq solardi. Bahona qilmasdi. Telefonini chetga surardi. Fikrini bo'lmasdi. Shunchaki yurardi va eshitardi. Shu qadar oddiy, shu qadar qadrli. U tushundi. Farzandlarga mehrni ko'rsatish uchun har doim katta sovg'alar, qimmatbaho sayohatlar kerak emas ekan. Ba'zan men seni eshityapman degan jimlikning o'zi yetarli bo'larkan. Ular yurisharkan birma-bir xayollar, bolalik istaklari, maktabdagi tashvishlar, kelajak rejalari haqida so'zlashishar edi. Ota esa har bir gapni yuragiga yozib borardi. Shunchaki sayr va eshitish. Na ko'p vaqt oladi, na qimmatga tushadi. Va bir muddatdan so'ng mo'jiza ro'y berdi. Bilasizmi do'stim, nima bo'ldi? Kun kelib, bu oddiy yurishlar, sayrlar farzandlar uchun hayotlaridagi eng muhim, eng yorqin xotiraga aylandi. Otaning o'zi uchun esa bu yurishlar o'zini haqiqiy ota sifatida his qilgan ilk lahzalar bo'ldi. Barchaning yarasi oiladir. Real hayotda bo'lgan voqea. Adham Amin Nemutlo. 4-qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.